Nima qilish kerak? Uyda yiroqda arish kerak. Faqat tekinlik. Bu onun Instagram'dagi Ehsonchi aka bo'lsa kerak. Nariroqqa borib qo'limga pul ber, ish yo'q aka deydi. Ketdi aka, ketdi. Hozir shunday magazin kirib chiqay, 1 minutda chiqaman. Xo'p aka, xo'p. Hozir magazinda bir dunyo produkt chiqib, "Oning aka, mashinani olib ketay, uyingizdagilar mehmon qiling" desa kerak. Uy, baxtimga oltin xumor qish qo'ndi. Ha, Produkt emas, lalaka tagligini oldim farzandim. Sifatli-da bu, yumshoq, botmaydi, namli o'tkazmaydi. Zo'r-da bu. Tushunadi. Mana. Mana shu yer, tushunyapsan? O'ntarish kerakmi? O'ntarish kerak emas, og'darish kerak. Rostdan ish qilaman. Masalan, nima gaplashib o'tirishga chaqirdim. Bor. Atayin sabrimni sinayapti. Hozir qo'limga pul berib, mana shu pul sizga aka deydi. Sabrdagi sariq oltin. Ey, tezda shay. Ha, xo'p aka, xo'p. Aka, ishlarni tugatdim, bo'ldi. Bo'pti, rahmat, bo'p ketaver. Haligi Tekin degan mana. Ha, aka, bo'ldi. Hop. Yomon qiladi, mana shular. hozir orqamdan chiqib qo'limga pul berib yuboradi. Ana chiqdi. Sekiroq yurib turay yetib olsa, bir orqamga qaraychi nima qilyapti ekan. Uyga kirib ketyaptimiz. Pul olgani kirib ketdi. Ana hozir chiqadi. Menimcha orqamdan kuzatib kelyapti. Uyim qayerdaligini bilib olmoqchi. Hozir aniq uyimga kelib eshigimni taqillatadi. Akamoni pulni oling, juda ham sabrli inson ekansiz deydi. Keldi. Aka, keldingiz o'zi xos o'ylab turdim. Biladim, kelishingizni qidirib aka men. O'g'ri, lapatkamni nima o'g'irlab ketding? Qaysi lapatka? O'sha yer o'ntargan lapatga. Men berganim yo'q aka. Agar ertaga uyga borib boshlayman. Menimcha lapatkani bahona uyiga chaqiryapti. Borsam katta surpriz qiladi. Ertaga yangi lapatka olib uyiga boraman. Assalomu alaykum boy aka. Lapatkangizni olib keldim mana. Nima qildim men sizga? Men kitga oydik, bu sapga o'ylab, qanlapatka. Ya, to'g'ri. Qani lapatka? Aynan bilaman. Qani buni lapatkasi?